Yo mana balani qaranglar, shuncha ham yeymanmi? Bo'ldi. Это cho'p. Shuncha ham soladim, shunchani yeb bo'ladimi? Povur bachcha, молодец. Çok güzel. Çok güzel. Aha. Samarqandga salomlar deng, qo'ylar. Samarqandga salomlar. Ana Samarqandga assalomu alaykum deyapti. Hamma ovqatini yeb bo'lgan, men hali video olib yuribman. Qaranglar qanaqa go'zal. Yaxlab ham ketdi bu. Bugun qo'y bilan baliq beryapti ekan. Mana bu xavtarlar bor. Qaynaga grelni o'shanaqa qilyapti. Bu kishi ham povur. Tomog'im og'rib qolganiga choy, limon choy bilan o'sib nima qilib bergan. Mana shu kishi bo'ladi. Aynen o kişi hem power. Ama powerlar. Judayam молодец. Ular hammasi mehmondo'st. Rosa yaxshi. Rosa tez bunaqa ishlaydi. Nima? Nerda ketdi? Mana bu kishilar. Ham chef power. Video olyapman, hamma hayron. Mana azizlarim, bugun yana bir kun qolib, bir kundan keyin inshaalloh ketamiz. Mana bu kishini qaranglar. Zo'r powerlar, hammasi birdan yaxshi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Qaranglar, Turkiyaga o'sha qavun tarvuzlar hamma narsa pishgan. Mazza qilib, bilmayman, mana bir nima tushunmadim. Mumkinmi? O'larmi video cheksam? Aha. Qaranglar, qanaqangi chiroyli. Ana shunaqa izlarim, rosa zo'r narsalar pishiryapti, lekin qizim yo'q. O yemak olgani qayergadir ketgan. Qaranglar. Turkiyaga chef powerlar o'zlari xizmatda pishirib beryapti. Şimdi yapma. Şimdi sonra değişir. Bu beyaz gibi. Koyayım mı? Beyaz kırmızı. Bitta qizimga shunaqa qiladi-da, chunki hammasi bilan chiroyli gaplashaman, zo'r kelishaman. Yemidi. Tashakkur sizga. Chef Bobur Mustafa. Ota, mendan mayda bo'lsa kerak bu. Takip edin. Bo'ldimi? Takip edin. Muhakkak takip edin. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Kalibri. Kolibri Otel'den herkese selamlar. Samarqand'a selamlar. Semerkant'a da selamlar. Bütün ülkeye selamlar. Rahmat. Rahman. Ana. Bu arada ben Mustafa. Chef Bobur. Chef Bobur. Doğru mu? Doğru söyledim mi? Çok doğru. Özüm çala bilemem. Az biliyorum. Türk dilin. Orada. Talip bak hep sende. Ben YouTube'a koyamam, mayli mi? Okey. Okey. Ana, O'zbekcha o'rgatib olyapman. Chef Boburga. Okey. O'rganyapsiz? Evet. Shunday qanday zo'r narsa pishiryapti. Tuxum pankek. Tuxum ustiga bir narsalar.
Kime ne var şimdi? Daha yerler istemedi. Evet. Yerler istemedi. Ne yapayım? Lütfen. Pankek koydu. Pankek koydu. Ha, pankek açın. Bana verin. Başka bir şey istiyorsan ondan vereyim. Vallahi rahmat. Teşekkür sana. Rica ederim. Aha. Ha. Yarım akşam 22:35 qaranglar. Bar 11gacha ishlaydi. Lekin to'g'risini aytsam 50 urikonlarga oqcha, ko'kcha, qizilchalar hammasi bepul. Bizga o'xshagan urmikonlarga mana bunaqa kokteyl bo'laveradi. Limoni bilan. Alyona baxtbul. Yiqilishing mumkin. Baxtbul dedim. Lejaklar hammasi so'lib yotibdi. Shunaqangi zo'r qiladi, shunaqangi zo'r chiroyli qilib yasaydi. Ana bu yoshgina balacha 18 ga yo kiradi, yo kirmaydi. Ana shunaqa. Qaranglar, dengizni bo'yi kemalar, karabillar, daraxtlar qaranglar. Balachani qaranglar, haykalchani. Daraxtlar qaranglar, qanaqangi chiroyli. Istirohat bog'chasi ekan bu. Besplatni menimcha domlar uchun. Qaranglar qanday chiroyli kursiya. Probka o'sgani. Десять, читай, 10. Oho. 10. Подожди. Я прыгаю. Еду вон там. Еду под водой вон там. Сейчас я в воду и упаду. Давай, 10. Считаем. 10. 8. Oyşa. 3. Начинается.
Завтра? Шутка, пять. Поехали. 10, 9, 8, 7. Всем большое спасибо. Извините. Birinchi etajdan tayyorda. Мама, нигде его не будет. Где он? Shunaqa izlarim, qaranglar. Nima qilib qo'yibdi bag'da. Kemani eng tepasi karabilda. Танцуй лучше, часто дело, вообще как по кайфу делать. Выше руки. Oho, tepalar qaranglar. Qanaqangi chiroyli. Endi o'ynashga turdi, o'ynayman deydi qizim. Ha, mayli. Boshqasi pop. Ay xudojon. Qaranglar, открыто море. Yo'q, Turkiyaga ikkita turistik muzika qo'ydilar. Qolgan hammasi bunaqa. Yo angliski, yo ruski. Ana shunaqa. Ana shunaqa izlarim. Уважаемые гости, вставайте на ножки, вы последние остались. Вот вы будете капитаном. На левый борт. На левый борт. А, вот я то вижу, так? Друзья, дельфина видите? Нет. Мы тоже нет, мы пошутили, нету дельфина. Но яхта есть. Mana izlarim, kechki sayr. To'g'rimi qizim? Qayerga ketyapmiz? Men seni ushlab o'tirdim. Kechga ham bozor bo'ladi. Bugun soat Bitta tunni o'zikcha olay desam, bugun Moskvadan qimmat. Grammi 2 gramm ham yo'q, 22,000 rubl. 250 dollar почти. bugun soat 10ga Fox. Aha. Soat 10ga Fox. Soat 10ga Fox ekan. Ammo mama nimaga suvda qaraymaydiligini. Biram chiroyli, biram palmalari chiroyli. Qaranglar. Shuni ham chiroyli, baland. Rosa dahshat chiroyli-da. Qaranglar qanaqangi chiroyli. Oqshomgi manzara. To'g'rimi qizim? Qizimni quyosh urgan. Qip-qizil. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchaga xayrli kech. Turkiyada soat 8:00. 8dan o'tdi. Ujin qilyapmiz. Rosa mazza. Lekin bir gap aytsam, qarindoshlar bilan kelsalaringiz zo'rda, bega. Ikki kishi zerikarli. To'g'rimi qizim?
mana shunaqa azizlarim. Kimni sharoiti bo'lsa, iloji bo'lsa, qarindoshlar bilan kelinglar. Turkiyadan Samarqandga assalomu alaykum. Barcha qarindoshlarga, qishloqdoshlarga deydi-ku, to'g'rimi? Men sizlarga bitta gap aytaymi? Qaranglar, korotchi. Biza bezovta qilmasin deb mana bu tablichkani osib qo'ygan edik. Eshikda naqasiga, ruchkasiga daladan. Bugun mana buni osib qo'ydik. Qaranglar qanday chiroyli qilib tozalab ketdi. Bantik qilib. Bantikchalar qilib, mana bu xonalar. Buni joyiga qo'y. Joyiga qo'y, bo'lmasam svet yonmaydi. Mana bu tualet vannalari. Sura qizim, vannachalari. Mana bunaqa savun bir narsalar ham qo'yib ketadi har kun. Ha, buni o'zlaring olib kelasizlar. Mana feni bor. Men qizimga ilib qo'y. Ana shunaqa. Haniga balkoni bor. Shtoriklarni ana o'qib. Hamma joyda cho'tkicha qilib ana o'qigan. Ke qizim, bir soat uxlaylik, keyin chiqamiz cho'mishga. Mana shu uxlash kerak-da hozir mana shu bola. Nimaga uxlamayapsiz qizim? Sharik. Oho, qanaqadir bayram bo'lyapti-da bularga. Bu. Achabdi yana. Hamma joyga sharik-mariklar qo'yib qo'yilyapti. Uxlamaysizmi? Soat 11 bo'ldi. Yo'q. Mana izlarim Turkiyada soat 11 Moskva vaqti bilan baravar. Konsert tugadi, uxlash kerak. Ertaga soat 10. Lekin qanaqadir bayram bo'lyapti, hamma joyga Vechirim 10ga aytaymi? shariklar, anaqa shariklar qitayapti. Vechirim 10ga aytaymi nima? Fox. Ertaga. Inshaalloh. Inshaalloh. Qaranglar, palmalarni qanday chiroyli qilib qo'yibdi. Tagiga zelyonni unaqa qo'ygan, juda ham chiroyli. Qaranglar, qanday chiroyli. Voy, gullarni qaranglar. Super. Bu yerda letniy verandasi, boya ko'rsatganim. Qizim uxlash kerak, lekin qizimning ahvolini qaranglar. Bu o'yindan to'ymaydi. Nimaga shunaqasiz, qizim? Biz addihat qilishga kelganmiz, addihat qilamiz deydi. Assalomu alaykum azizlarim. Har kun video qilyapman. Chunki g'irt bekorchi bo'lib qoldik bega. Moskvada bo'lganda ertalab, kunduz va kechga klient olasdik. Shuning uchun video qilishga vaqtim bo'lmagan edi. Soch o'ralish, bulat qilish, vechirim va ovqat yeyish bo'lardi. Boshqa hech nima ish yo'q, ha? Qizimni qaranglar, qizim xo'rozchaday bo'lib qolgan. Barchaga xayrli tong deydimi, lekin soat necha bo'lsa? 9:30 bo'ldi. Yo'q, 8:30. Ertalabki. Turkiyada soat 8:30. U yoqqa ham soat 8:30.